Bugungi obzorimizda Polaris'dan 5 tasi bitta bo'lgan besprovодной pылесос. Bu pылесосimiz Polaris brendidan 60-70 modeli bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mощностьga keladigan bo'lsa 300 watt mощность bo'ladi. Bu batareykasi ham litium batareya 3900 mAh bo'ladi. Bu batareyka sizga 60 daqiqagacha pылесос to'xtatmasdan ishlashga yordam beradi. Bu pылесосimiz shu aytganimizdek 5 tasi bitta bo'ladi. Ya'ni gilamni tozalasanglar bo'ladi. Pollarni bemalol olib yursanglar bo'ladi. Undan tashqari mashina devorlarini ham olib yursanglar bo'ladi. Hamma qismi ham alohida ajraladi. Ko'rishingiz mumkin. Mashina divarlarni, misol stullarni choy ichgandan keyin, bol o'ynagandan keyin tozalab olishga juda oson, qulay. Hozir men sizlarga bu pылесосimizdan gilamni, polni qanaqa tozalashini ko'rsatib beraman. Birinchi gilamdan boshlaymiz. Yoqqanimizni mana o'zi yuradi. Buni qimirlatish shart emas, ishlatib, undan tashqari LED displey ham bo'ladi. Qancha vaqt ishlashini sizlarga ko'rsatib bera oladi. Endi bu pылесосimizni polni tozalashini ko'rsataman. Bitta joyini aytib ketishim kerak. Bu pылесосimizni yaxshi taraf pol tozalayotganda ham suv sepadi, suvni ham o'zi tortib oladi. Undan tashqari pollarga choy, kofe, shunga o'xshagan suvlar to'kilib ketsa, artib o'tirmaysizlar. Shunda pылесос qilib olsanglar bo'ladi. Ishlashini ko'rsataman. Yoqasizlar, knopkasi bor, bossanglar suv sepadi, suvni o'z obratni o'ziga tortib oladi. Birato'la pollarni ham artib ketadi, top-toza qilib. Bu pылесосimizni yana bitta yaxshi tarafi stansiyasiga olib kelib qo'yasizlar. Stansiyasiga olib kelib qo'yganingizdan keyin o'zi zaryadga olib turadi. Bundan tashqari ham tepasida knopkasi bo'ladi, samachistskiy knopkasi. Shuni bosib tursanglar, pылесос o'zini o'zi valikini avtomatik tozalab bera oladi. Bu Polaris pылесосimizga 2 yil kafolat beriladi. Agar sizlarga batafsil ma'lumotlari va narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada Polaris so'zini yozib qoldiring.